insonni charchagani bilasizlarmi, ko'zidan bilinadi. Bugun kuni bilan ko'chada ishlarimni bitirib kelib, endi hozir mana uzun qilmoqchiman, xudo xohlasa. Uzunni ham osh qilishgan ekan. Osh yemayman. Bundan ko'ra bitta pomidor, piyoz qilib, bitta dona tuxumchoq borib, o'shani nonsiz yeganim ma'qul, chunki obeddan normalniy qilmaganman bugun. Shunaqa og'ir ovqatlar yemayman. Nima qilib ozdingiz deb so'rayotganlar uchun aytib o'tib ketaman. Asosan o'zi non yemayman, ovqat yeyotgan vaqtda suv ichmayman. Plus bitta kosa ovqat yemayman-da, kamroq yeyman. Ya'ni o'sha bitta kosadan hozir bitta piylaga o'tganman, faqat bitta piylani o'zini yeyman. Masalan, buni kichkina taqsimchada, katta talinkada yemayman, kichkina taqsimchada yeyman, quruq o'zini yeyman. O'sha hisobiga 3 kilocha semirib qoluvdim. Olma sirkasiga, ko'k choyga aralashtirib olma sirkasi ichuvdim. Hozir o'zimni besimga kelib oldim. Endi hozir bitta tuxum chaqaman, shu bilan yeb olamiz.